Agar bu mashqni bajara olmasangiz, imtihondan aniq yiqilasiz. Sizlar bilan tik balandlik estakada mashqini bajaramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, albatta siz uchun manfaatli bo'ladi. Tik balandlikka chiqib kelayotgan transport vositasi xuddi ikkinchi mashqdagidek stop liniyaga 1 metrdan kam qoldirib to'xtash kerak. Estakada mashqini bajarish uchun sizga ikki xil usulni o'rgatamiz. Birinchi usul to'xtab turish tormozi, ya'ni qo'l tormoz bilan. Buni tushuntiramiz. Haydovchi transport vositasini boshqarib kelib to'xtash chizig'iga yetmay to'xtagan mahalda qo'l tormozini tortadi. Seplena pedalini bosib turgan chap oyog'imizni toki transport vositasi vibratsiya berib titragunga qadar ohista ko'tarib kelamiz va titrashni boshlagach mahkam tutib olamiz. Va o'ng oyoq bilan gaz pedalini bosamiz. Qo'l tormozini tushiramiz va transport vositasi oldiga o'z-o'zidan yurishni boshlaydi. Estakada mashqini bajarishning ikkinchi usuli bu qo'l tormozisiz amalga oshirishdir. Harakatlanib kelgan transport vositasi ushbu joyda to'xtashni amalga oshiradi va seplena pedali va tormoz pedalini teng-deniga bosib turadi. Tormoz pedalidan oyoqni olmagan holatda chap oyog'i, ya'ni kim seplena pedalidagi oyog'ini tovon qismini yerga tekkizgan holatda toki transport vositasi titraguniga qadar ko'tarishi kerak va titrashni boshlagan mahal seplena pedalini mahkam tutib oladi va gazni bosadi. Estakada mashqini tamomlayotgan transport vositasi haydovchisi pastga tushishda albatta tormoz pedalini bosib tushishi va transport vositasini sekinlatib olishi kerak.